Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Dominik Livakovic Barselona futbolchisi. Keling shu haqida gaplashib o'tamiz. Nimaga o'zi Barselonaga kerak? O'zi qanaqa futbolchi va o'zi yaxshi o'ynab keta oladimi, yo'qmi? Shu haqida gaplashib o'tamiz va video boshlanishidan oldin iltimos, meni yangi Telegram kanalimga obuna bo'linglar. Bunga havola videoyim pastda turibdi. Kiringlar, kelinglar gaplashib o'tamiz hamma narsa haqida. Uning ichida hamma reaksiyalar bo'ladi futbolga va shu umuman mana shu futbol haqida ma'lumotlar, yangi qiziqarli, kulguli va o'zimni fikrlarim bo'ladi. Hozirgi futbol haqida, Barselona haqida emas, iminna, masalan, City haqida bo'lishi ham mumkin. Tottenham nimaga shuncha transfer qilib yutqazib qo'yapti? Shu haqida ham gaplashib o'tamiz meni Telegram kanalimda. Tak что obuna bo'linglar. Dominik Livakovic nimaga o'zi Barselonaga kerak? Barselonaning ikkinchi darvozaboni bu Szczęsny va birinchi darvozaboni Joan Garcia. Joan Garciani hamma biladi. Bu ispan futbol va o'zi umuman dunyoning eng zo'r hozirgi darvozabonlardan bittasi va top 3talikka men kiritaman Joan Garciani. Masalan, pas bera oladi. Zo'r o'ynaydi darvozabonda. Bemalol oxirgi himoyachi bo'lib chiqa oladi. Yana nima kerak hozirgi darvozabonlarda? Yana nima ko'p idealniy darvozabonda Barselona uchun. Shuning uchun mana yaxshi darvozabon, mana yosh darvozabon va top darvozabon olib kela olmaymiz baribir ham. Chunki hech qaysi top darvozabon Joan Garciani pastda o'tirmaydi. Nima foydasi bor? Joan Garcia chunki jarohat olmaydi pash. To'g'ri, oldingi mavsum oldi, o'shanda ham kamgina oldi va o'zi srazu qaytdi va Szczęsny sekingina nima deydi uni? O'zini ishlariga qaytdi. Sigaret chekishga endi o'zi biladi Szczęsnyni. Shuning uchun Barselonaga opiti bor, o'ynab ko'rgan va kerak momenti chiqadi va hech qanaqa qaltirab qolmaydigan darvozabon kerak edi. Mana La Masiyadan Aron Yakobashvili bor, Diego Kochen bor, lekin ular to'g'risi kerak emas Barselonaga. Chunki ularning nima foydasi bor? Joan Garciaga butun mavsum pastda o'tirma, Iñaki Peña nima foydasi bor edi? Iñaki Peña mana shunaqa qildi. Ikkinchi darvozabon bo'lib, Ter Stegenni pastda o'tirdi. Ikkinchi darvozabon bo'lib. Foydasi bo'lmadi baribir. Baribir ham Ter Stegen kelgan payti Iñaki Peñani joyini olib qo'ydi. Даже Iñaki Peña turgan payti Szczęsny keldi. Szczęsny Iñaki Peñadan joy olib qo'ydi. Shuning uchun La Masiyadagi darvozabonlarga ko'p ishonmaydi. Barselona opitni arzonginaga Dominik Livakovic shunga yaxshi. Barselonaga chunki Szczęsny mana shu mavsum oxirida karyerasini tugatadi. Bu safar oxirgi marta, oldingi safargidek qaytib kela olmaydi. Endi sizlarga yoshi ham o'tib ketdi, o'sha reaksiyalar ham qolmadi, reflekslar endi ko'ryapsizlar. Szczęsnyni bu mavsum nimaga ushlab qolishdi o'zi? Prosta shu atmosfera uchun. Chunki Barselonaning ichidagi eng kulgili, eng bir atmosferani pozitiv ushlab turadigan futbolchi manbalar aytish bo'yicha bu albatta Szczęsny. Va o'zi intervyularda ko'rasizlar Szczęsny qandayligini. U ikkinchi darvozabon emasda, u prosta shu yuradi atmosferaga, shu yosh bachchalar bilan, La Masiyadan chiqqan bolalar bilan. Va lider, Szczęsny lider. Va Barselonaga shunaqa futbolchi kerak edi, darvozabon. Opiti bor, kerakli moment chiqib hal qiladigan darvozabon kerak edi va Livakovic mana shunaqa atributlarga mos keladigan darvozabon. Chunki Livakovic hamma eslaydi. 2022-yil Jahon chempionati super o'ynagan. Braziliyaga qarshi o'yinni hamma eslasa kerak. Hamma eslasa kerak Livakovicni o'sha penaltilardan qanday tortib ketgani Xorvatiyani va o'zi umuman qanday o'yinchiligini hamma biladi Livakovicni. Men to'g'risi o'sha payt hayron qolgandim, nimaga Livakovic boshqa klubga o'tmaganligini, bir qanaqadir top klubga, lekin Livakovicning aybi, 31 yosh, Livakovicning aybi shunday ekanki, Livakovic ko'p Dinamo Zagrebda qolib ketdi va keyin Fenerbahchega ketdi. Fenerbahchega pul ishlash uchun ketdi. Va Livakovic pluslarini gapirib o'tdim, nimaga Barselona kerakligini.
Va Livakovic o'zi qanday futbolchiligi, xarakteri va o'zi umuman stili haqida gaplashib o'tamiz. Dominik Livakovic 31 yosh, Dinamo Zagrebda ko'p o'ynagan va Xorvatiyaning asosiy darvozabonlaridan bittasi. Livakovicning eng asosiy muammosi nimada? Livakovic oldingi erani darvozaboni. Mana darvozada super turib oladi, lekin kurashni ushlaydigan darvozabonlardan bittasi Livakovic. Mana ko'pto tepaveradi va oxir qaytarur. Shu bilan umuman gol urib bo'lmaydi Livakovicga. Mana shunaqa darvozabon. Braziliya ham mana shunaqa top tepaverdi, gol urolmadi. To'g'ri, Neymar bitta gol urdi, o'shanda ham qiynalib. Livakovic oyoq bilan yaxshi o'ynamaydi lekin. Muammosi shunda. Men bitta mana shu minusni ko'rmoqdaman. Даже Shensnindan ko'ra yomonroq o'ynas ekan. Livakovic bu kurashni ushlaydigan darvozabon va kurashni ushlab olsa umuman gol o'tkazmaydigan darvozabonlardan bittasi. Barselonaga mos keladimi yo'qmi bilmadim. Barselonaga ko'p o'zi masalan 30 ta zarba bermaydi hech kim. Barselonaga bersa bir 3 ta 4 ta zarba beradi va 3 ta 4 ta zarbadan gol bo'ladi. Mana 100% moment bo'ladi. U yerda endi darvozabon Livakovic bilmadim endi qaytara oladim, lekin yaxshi darvozabon. Darvozada turib bera oladi xullas, lekin ishonsa bo'ladi. Bo'lemeni ishonsa bo'ladi. Shensnini darajasida xullas. Va Dominik Livakovicning xarakteri salgina yomon. Nimaga? Livakovic Jironada o'ynadi, eslaringizda bo'lsa. Endi eslaringizda bo'lsa, bilmadimmi? Livakovic Jironaga o'tganini men bildim va Livakovic lekin Jironada o'ynamadi. Nimaga? Chunki o'sha paytdagi Jirona murabbiyi Mitchell Gassanigani darvozaga ustunroq ko'rdi pozitsiyasiga. Nimaga? Chunki Gassaniga oyoq bilan yaxshi o'ynaydi va Jirona ham Barselonaga o'xshaydigan o'yin ko'rsatadi. Va ularga top bilan o'ynaydigan darvozabon kerak. Nimaga o'zi Ter Stegenni oldi ijaraga? Oldingi mavsum. Chunki ularga mana shunaqa darvozaga bo'lemeni yaxshi o'ynasa mayli, lekin eng muhimi o'sha top bilan o'yna oladigan darvozabon kerak. Va Livakovic hamda Gassaniga bo'lgan payti Livakovic tushmaganda Gassaniga chiqqan. Va Livakovic mana shuning uchun Jironaga kelishi bilan umuman o'ynamabdi. Va qiziq holat. Xullas Gassaniga kasal bo'lib, qaysidir o'yinda umuman darvozabon qolmagan Mitchellda kasal Gassaniga bo'lgan yoki Livakovic bo'lgan. O'shanda ham Mitchell Gassanigani chiqargan ekan. Nimaga? Chunki Livakovic chiqmayman degan ekan o'yinga. Mana Mitchell aytgan, "Sen chiqasan bugun. Menda Gassaniga kasal, sen chiqasan" degan ekan, Livakovic yo'q degan ekan. Nimaga? Chunki Fenerbahchega Livakovic avgustda o'ynab qo'ygan va shu bilan avgust oxirgi kunlarda o'tgan ijaraga Jironaga va Jironada umuman o'ynamagan. Mitchell aytgan, "Sen o'ynamaysan baribir, men Gassanigani chiqaraman baribir. Ustunroq ko'raman." Va Livakovic xafa bo'lganda yanvarda boshqa klub qidirishni boshlagan. Va mana shu o'yin Livakovic chiqishi kerak bo'lgan o'yin dekabrda bo'lgan. Muammo nimada? FIFA qoidalari bo'yicha agarda futbolchi maksimum bitta mavsum ikkita klubda o'yna oladi. Ikkita klubda rasman o'yna oladi. Avgustda o'ynab qo'ygan Livakovic Fenerbahchega, bu degani bitta klub ketdi va agarda Jironaga o'ynab qo'ysa edi o'sha dekabrda, yanvarda hech qayerga qochib keta olmasdi. Lekin Livakovic ketmoqchi bo'lgan Jironada. Shuning uchun Livakovic yo'q, men o'ynamayman degan, men baribir yanvarda ketaman, Gassaniga chiqsa chiqsin degan, shunaqa qilib xarakterini ko'rsatgandi va shu bilan Mitchell bilan urushib ketgan, yanvarda Dinamo Zagrebga ijaraga ketgan. Mana shunaqa muammolar bor Livakovic bilan. Xarakter salgina qiyin.
Lekin menimcha unaqa muammolar bo'lmaydi, chunki Livakovic menimcha bilsa kerak, chunki endi Gironaga mayli Gassanigani, masalan, men Gassanigadan yaxshiroq darvozabon deb o'ylagandir o'zini, lekin qaysi dunyoda Livakovic o'zini yaxshiroq deb biladi Joan Garsiyadan. Menimcha u Barselona aytgan, faqatgina ikkinchi darvozabon bo'lasan, chiqsang kubok o'yinlarida chiqsan, o'shanda ham agarda Joan Garsiya chiqaman demasa. Shuning uchun menimcha unaqa muammolar bo'lmaydi va Livakovichning perspektivalari yaxshi. Men ishonaman, Livakovic kelajakda pozitsiya olib qo'ymaydi, lekin mana opit ko'rsatadi. Mana Joan Garsiya xudo saqlasin jarohat olib qo'ysa, Livakovic chiqadi bemalol, chunki opiti bor-da. Jahon chempionati finalida o'ynagan. Jahon chempionatida kerakli katta o'yinlarda o'ynagan. Xullas, mana nima deydi uni, o'zini yo'qotib qo'ymaydi-da Livakovic. Eng muhimi shu. Barselonaga eng muhimi shu edi, ikkinchi darvozabonga. Mana shu o'zini yo'qotib qo'ymaydigan darvozabon kerak bo'ldi. Shuning uchun men uchun Livakovic 10 ballik sistemadan Livakovic transferi 8 ball. 2 ball qo'shmadim, chunki Babram Livakovic top bilan o'ynamaydi va Barselonaga juda ham kerak mana shunaqa darvozabon. Lekin boshqa, masalan, atributlardan aytsak, juda ham arzon narx. 2 million va 2 million bonus. Общий 4 millionga sotib olmoqda. Shensning o'rniga, Shensniga yaqin darajadagi futbolchi. Da Shensnidan yaxshiroq deb o'ylayman, chunki reflekslari yaxshiroq. Livakovic Babram yoshroq. O'zini yaxshi ko'rsatgan, arzon narx, hech qanaqa muammo qilish mumkin. Kстати, bo'ldi. Shu Livakovic transferi juda ham yaxshi meni o'ylashim bo'yicha va bemalol darvozabon pozitsiyasini Deko 3-4 yilga yopib qo'ydi minimum. Livakovic 35 yosh bo'lganlaricha yopib qo'ydi. Joan Garsiya-ku bo'lib bir 10 yilda o'ynaydi, birinchi nomer bo'lib. Hech kim olib qo'ymaydi Joan Garsiyadan. Lekin Livakovic kelishi bu Ter Stegen keyingi mavsum 100% sotilishi haqida aytib o'tadi. Shunaqa gaplar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar mana shu Livakovic transferi haqida? Qadr Lamasiyadan darvozabon ishonish kerakmi, masalan, Aron Yakobashvilimi yoki boshqa darvozabonmi yoki Ter Stegenga ishonish kerakmi? Qaytarib o'taman. Telegram kanalimga obuna bo'linglar. Davay shu Telegram kanalimni salgina o'stiraylik. Mani YouTube kanalimga ham obuna bo'linglar, videoyimga like bosinglar. Visca Barça, Visca Catalunya. Adios.